kuzat shu ukam borda, buni ham bir bilmini sinab ko'ramiz o'zi. Assalomu alaykum. Brat. Horma. Assalomu alaykum. Qanday o'zingiz? Buyurgan? Chatimisan? Nima gap? O'tavni. Alaykum. Qaraysiz. Mana o'zini ishini zo'r ustasi. Seni ham biliminisini yana keldim ukam. Aka men pullar muammo deb bo'ldi. Bermayman, hozir qiyin savol berasiz menga. Yo'q, seni uchun onsan savolni tuzib keldim boshiga. Necha deng? Ya unda ham pul yutib qo'ysang-ku. To'g'ri qo'ying, aka, shu ham bilay. Biladi, qara mana 5000, 10000, 20000. 50000 so'm, 5000. Qara, bunga javob bermasa, bunga javob berishim mumkin. Bunisiga bo'lmasa, eng qiyiniga javob berishim mumkin. Qarang, to'xtang. Xo'p. 5000 yutib oldim. Nima olaman? 5000 ga. 5000 gami? Bezgak suv olasan, ichasan maza qilib. Qo'yib sanki priyatni bo'ladi. Qachongacha u bo'ladi. Bo'pti, qara, o'qiyman. Yutqizimsan bo'lmaydi aka. Mana 5000 uchun borsan deb o'ylayman. Endi shu oddiy savolni bilarsan, qachon harakatdan o'qiyman. O'zbekiston bayrog'ida nechta yulduz bor? 12 ta. Hop, viloyatda 12 ta, shunaqa hisob. Viloyatlarni sanab bera olaysanmi? Aka, 50000 qo'ying, hozir hech nima qilmayman. Bo'ldi, mayli, birinchi savol men senga. Ikkinchi savolni beraman, qara. Dunyodagi eng chuqur ko'l qaysi? Eng chuqur ko'l. Ko'l-da, katta ko'l. Eng chuquri ko'l deyapman, dengiz demayapman. Variantlar bormi aka? Men qiynalman aka. Kuzovdan savol beray aka, men qiynashingizni qarang. Eslicha kelaverasiz, nomerni ham qoldiraman. Tasavvur qiling. Mana mana shu zazur nima kelmayapman? Oddiy savol. Mana mana shu Ishingni yaxshi bilmaganingdan-da. Savolga javob ber. Savolga javob ber. Eng chuqur ko'l qaysi? Variantlar bor. Rossiyada joylashgan bo'lsa-sanga yengil. Ha? Yo'q, botiq aytyapsizlar. Ko'l, ichimlik suvi bor, ko'l, chuchuk suv. Rossiyada joylashgan, mayli. Internet kirmay qo'y. Qaramaydi, ChatGPTdan foydalanmaydi. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Telefonim ko'ntangda. 10 sekund vaqting qoldi. Variant bering, 4 ta bilan. Rossiyada joylashgan bo'ldi. Boshqa harf bormi xato? B. Ha, aka. Bo'ldi, biladiganlar yozib oringlar. Xo'p, 3-savol. Yer atmosferasining eng ko'p qismini, ya'ni 78% ni qaysi gaz hosil qiladi? Tashkil etadi mana shu nafas olayotgan atmosferamizdagi havoni. Havo nima edi? Kislorod. Havoni eng ko'p qismini qaysi gaz tashkil qiladi? Kitob o'qiyapsizmi deyman aka, men qiynayapsiz shu savollar. O'zim ham biologman, gapirdi. Qaysi gaz tashkil qiladi? Bilganlar kommentariyada yozib oring, bilasanmi? Variant bering. Aka 5000 bor lekin. Bo'pti, mana 5000 ni olaman, qaranglar mana. Variant beraman, ikkita variant. Shundan pora bo'lib ketdi. Hamma joyimiz pora edi. Kislorod, azot, qaysi biri? Azot. Kislorod Просто sinadim men. Qara. Qayt ko'rmay, shundaymi? Qayt kelguncha yo'q qoladi.